Men o'zi Kuji motoni reklama ham qilmasdim, sotuvga ham chiqarmasdim. Lekin bu galga chiqarayotganim siz uchun juda ham hamyonbop, tayyori, sizga manfaatli bo'lgani uchun inshaalloh chiqaraman. E'tiboringlar markazida Kuji moto 600 RS modeli bo'ladi. Kuji moto 600 RS modeli 2025-yil ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 4,5 ming prebeg harakatlangan. Bu texnik begonaniki emas, shuning uchun men xotirjam masalaga reklama qilolmay okalar. O'zimizning bir yaqin okaxonimizniki zakaz qilganlar 2 oy kutib, okalar 2 oy kutib oldilar. Unaqa ko'p ham haydamadim dedilar. O'zlari sport turist haydardilar. Bir tavakkal qilib, qani bir haydab ko'rish shu texnikani deb zakaz qiluvdilar. Bo'lmabdi. Okamning bellariga, boshqaga xullas to'g'ri kelmabdi. Sotib olaman, o'zini narxida berib olaman deyaptilar. Apparat okalar 4 silindrli injektor motori bilan jihozlangan. 680 kub deb yozib qo'yibdi, lekin nimagadir 600 RS modeli deyilgan. Akalar maksimal tezligini 260 deb beradi. Okamning o'zlari bemalol 230 plus haydadim deyaptilar. Tortinmasdan yog'iga dalish so'rayapti, lekin yo'l qolmadi deyaptilar. Chiroyli promotochni gurushitillada. Hammani nima funksiya bo'lsa hammasi bor ekan. Traction control, boshqa ABS tormoz tizimlarida, tormoz tizimlari Brembo akalar, xudo xolisa. Kelinglar pribor paneliga o'tamiz. Tablolarni ko'rishingiz mumkin. Buni bu funksional tablo aqlli ekan, xudo xolisa. Bir ko'rdim. Men gap ochig'i haydab keldim. Texniki lekin rezvi. Yaxshi tortyapti, bosyapti. Aytganingizni qilyapti, xudo xolisa. Olib, yaxshi haydab yursa bo'ladi inshaalloh. Mana ko'rishingiz mumkin. Prebeglari ham 4,5 ming. Kelinglar bitta ovozini eshitamiz sizlar bilan. Ovozlari promotochnikda turibdi, lekin bitta zo'r fishkasi bor ekan. Menga yoqdi akalar. Qaranglar. Bu yerda mana bunaqa joyi bor ekan. Ana, ovozi yo'qoldi. Ya'ni zasmonkasi bor ekan akalar. Standart ovozga tushib olar ekan. Buni bitta burasanglar akalar bo'ldi, gulishtil yondi. Ovozlarini baland past qilsanglar bo'lar ekan. Mana shu narsani zo'r o'ylab qo'yibdi. Bunga o'xshash apparat zakaz qilaman yo boshqa qilaman deb yurgan o'rtoqlarimiz uchun zo'r variant. Kutishga hojat yo'q. Yana ham o'zini narxida berib o'raman deyaptilar akalar. Texnikamizni 6,5 ming dollar deyaptilar. Bo'largani qo'limga mana shu pulga tegdi. Moylarni almashtirib qo'ydim. 1-2 marta haydadim, xolos. Menga to'g'ri kelmadi, sotib o'raman deyaptilar. Bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqib, okam o'zlaridan promoy sotib olsanglar bo'ladi. Kuninglar xayrli o'tsin, sog' salomat bo'linglar. Dokumentlari joyida, kelish kerak, narxini, shtirini sanab, sizlarni bosib olish kerak. Akalar, ko'rishganda ko'rishguncha. Hammaga rahmat.